Salam dostum. Keşkiniz hayırlı olsun. Ben yana dal vaqtida huzuringizga yetib keldim. Anglayotganingiz Nijat FM. Dostum, oldi bilan sizdan so'rab baqsam, sizmi har kunliki bak kech uxlamsiz? Har kuni Beijing vaqti kech soat 11 dan burun uxlab turishning qanchalik muhim ekanligini bilamsiz. 2017 yillik mamlakat bo'yicha uyqu ahvolini tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, elimizdagi 80% kishining kunlik uxlash vaqti 8 soatga to'shmaydi ekan. Tekshirishni qabul qilganlarning 60% bir haftaning 6 kunida tunaydiganligini bildirgan. Tekshirishni qabul qilganlarning 80% kechada tunash tufayli paydo bo'lgan bir yurish yomon ta'sirlarga uchrayotganligini bildirgan. Qinib uxlash hozirgi yoshlar uchun intayin e'tiborli bir ish bo'lib qoldi. Kundalik pochta gezitining xabarida ko'rsatilishicha, 46 yoshga kirgan Sara Charles Angliyaning London shahridagi bir maktab qanot yedirgan uxlash siniqiga qatnashgan. Uning uda 5 kun kunda 8 soat uxlagandan keyingi va 5 kun kunda uda 6 soatdan uxlagandan keyingi chiroyda yuz bergan o'zgarishlar silishtirilgan. Qani, sizmi suratga qarab beqing. Kunda 2 soat oz uxlaganda odamning ro'yi holati va chiroyi necha 10 yosh qiyirib ketgandek ko'rinadi. Shundaqmi? Shunga baldur uxlash orqali vaqtni keyniga yamdirg'ili bo'lgan xislatlik gormonning ajrilishini tezlab kela bo'ladi desak, ortiq ketmas. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, uyqusi yetarli bo'lmagan kishilarning qiyir sur'ati tezlashib ketadi. Bu sur'at uyqusi normal kishilarnikidan 2,5 yassidan 3 yassigacha tez bo'ldi ekan. Kunda 4 soatni uxlamaydiganlarning qazo qilish nisbati normal kishilarnikidan 180% yuqori bo'ladi ekan. Bir kecha yettirib qo'ygan uyquni 10 kun uxlatma o'rniga keltirgili bo'lmaydi. Badan uchraydigan ziyonni texmi asliga keltirgili bo'lmaydi. Yetgan bu uyqungiz uchun cho'qim badal to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu dal sizning sog'lomligingiz va chiroyingizning ziyonga uchrashidan boshqa narsa emas. Shunga qadrli do'stim, agarda osonlik qiyirib ketishni xohlamasangiz, undaqda tunaydigan nachar odatni darhol tashlang. Ilmi esimda to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan chog'larimda bir savodishimning opasi balyaqqa rakiga giriftor bo'lgan edi. Savodishimning aytib berishicha, ayni chaqda u opasining boshqa o'lkaga davolang'ili borganligini anglab, darsdan qochib, opasi minishdan burun uni chim quchoqlab, o'ksib-o'ksib yig'lab ketibdi. Hamda uning mush ketgancha qaytib kelmasligidan andish chiqibdi. Bu savodishimning dadisi uning darsdan qochganligini, bo'lmag'ur xiyollarni qilayotganligini ko'rib, uni qattiq ayblab ketibdi. Oxirida yana ona bola ikkalanni quchoqlab, ko'z yish qilibdi. Savodishimning opasi rak kasaliga giriftor bo'lishdan burun o'z oldiga do'kon ochdi. Sodisi bek yaxshi bo'lg'achqa, yarim kech soat ichkilarda ondan do'konni taqab, atisiz har dilo yana do'konga keladi. Uning kunlari mushu tariqada ig'ir darajada uyqusizlik holatida o'taverib, oxiri salomatlikni o'ttirib qo'ydi. Do'stim, hayotlikda sog'lomlikni bebaho nima bor deysiz? Kechilik uyqusidan voz kechib, rak kasaliga giriftor bo'lgan misollar atrofimizda xeyli ko'p. Xabarlarni pat-pat ko'rib turamiz. Odam uyqu holatiga o'tganda badan o'z-o'zini remont qilishga boshlaydi. Navoda uyqu yetarli bo'lmasa, remont qilishmi normal davomlashmaydi-da, organizmlarning kasallarga qarshi turish iqtidori ojizlab ketadi. Terining sog'lomligiga ta'sir etadi. Virusmi odam badaniga osonlik hujum qila oladi. Shunga hayotni qadrlang do'stim. Uyqungizga ahamiyat bering. Uxlash, uyqu degan temalar to'g'risida mening cho'nqur his qilganlarim bor albatta. To'liq o'tir maktabdagi chig'imdan boshlabla qinib uxlab boqqan emasman. Chunki menga kechiga amroq. Shunga oldirab uxlashga ra'yim bormaydi. Ko'zim uyquga kelsa, bu bir kun mushundaqla oxirlashadigan his qilaman-da. Kunda kechda
soatni bir ish qilmay uxlamayman. Şoň savaqdaşlarım doim mendan "Nimanda qoling yo'q, kechicha uxlamay nima ish qilding? Chiroying bek tatrang'u ko'rindi-ku. Og'rib qolmagansan. Toza zehningni jig'olmayotsan juma?" degandek savollarni ko'p so'raydi. Shuningdan keyin yaxshi uxlashning bizning kunda astoydillik bilan e'tibor berib turishga tegishlik muhim ishimiz ekanligini his qildim. Darvaqa, uyqu badanimizning har xil funksiyalariga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi kishilarning qinib uxlay olmasligiga tuvandagi bir qancha ahvol sababchi bo'lmoqda. So'ralmalik. Tekshirishlarga asoslanganda 28,2% kishi qattiq uyqusi kelsimi darhol karavotga chiqib uxlamaydi ekan. Natijada so'ralmalik qilib, eng yaxshi uxlash vaqtini o'tkazib yetib, kech uxlaydigan nachar odatni shakllantirib oldi ekan. Buning bilan ig'ir darajada uyqusizlik ahvoli ko'rildi. Passiv kayfiyat. Tekshirishni qabul qilganlarning 61,1%da yaqinqi yarim yildan buyon uyqu qochish ahvoli ko'rilgan. Ularning orasidagi 16,8% kishida uyqu qochish ahvoli davomli ko'rilgan. Kishilarda uyqu qochish ahvolining ko'rilishidagi tub sabab passiv kayfiyat bilan zich munosabatlik. Xizmat besimi. Tekshirishda ko'rsatilishicha, mamlakatimizga xizmatchilar o'tir hisob bilan kuniga 8,5 soat ishlaydi ekan. Ularning 5dan biri kunda 10 soatdan ortiq ishlaydi ekan. Ular ko'p qism vaqtini xizmatga ajratadi ekan. Buning bilan uxlash vaqti zo'r darajada qisqarib ketadi ekan. Amaliyotda kunda 8 soat uxlashga kafolat qilish uchun tuvandagi bir qancha nuqtaga diqqat qilsak kifoya. Xizmat va dam olish qonuniyatini yaxshilash. Bu qonuniyatni xohlagancha buzib o'tmaslik kerak. Uxlashdan burun elektronlik ekranlardan yiroq turish. Uxlashdan yarim soat burun yon telefonda o'yin o'ynash, televizor ko'rishni to'xtatish. Yon telefonni hujur uyga olib kirmaslik kerak. Kofeindan yiroq turish. Amal bor, tushdan keyin va yoki kechda qahva, choy ichmaslik kerak. Undan boshqa o'zimizga uxlaydigan vaqt bo'lgan hamon cho'qim uxlayman deb bisharat berib turishimiz kerak. Kunduzi amal bor ko'proq harakat qilib, o'zimizni ruhiy va jismoniy jihatdan ozoda tutishimiz kerak. Amaliyotda balkim soat 11 dan burun cho'qim uxlab bo'lish turmushimizda olamshumul o'zgarishlarni barliqqa keltirib o'tmasligi mumkin. Ammo uyquni o'nglab joyida uxlay olmasangiz, yana nimaga tayinib boshqalar bilan baygiga tusha olasiz? Do'stim, mana shu tun nisbida sizga shirin uyqular hamdam bo'lsin. Sizga va menga jumladan hammamizga dal vaqtida tatli uxlash nasib bo'lsin. Xayrli kech, yaxshi tush ko'ring.